Yashil belbog'lar, toza havo, sog'lom kelajak. Sirdaryo va Surxondaryo viloyatlarini shamol eroziyasiga salbiy ta'sirini kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risida dastur ishlab chiqarildi. 2030-yilgacha 10 ming gektar maydonda yashil qoplamali himoya o'rmonzorlar barpo etish belgilangan. Yosh bolalarimiz tabiatga qiziqishini hisobga olib, o'zlari bilan daraxt ekish katta aksiyalarni tashkil etib kelyapmiz. Ko'rishimiz mumkin, yillik o'sha 2,5% yurak ishemik kasalliklar o'sha Surxondaryo viloyatida kelib chiqyapti. Shamollar, chang to'zonlar qaysi tomondan keladigan bo'lsa, o'sha tomonlardan qator xalosa qilib daraxt ekish. Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousi efirda. Yashil belbog'lar, toza havo, sog'lom kelajak. Bugun shu haqida gaplashamiz. Biz boshladik. Keyingi yillarda tabiat bizga jiddiy ogohlantirish beryapti. Va bugun toza havo, sog'lom tabiat va ekologik barqarorlikni eng dolzarb mavzulardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi, chunki hammamiz shu ona zaminda yashaymiz. Hammamiz mana shu havodan nafas olar ekanmiz. Uni tozaligi, uni musaffoligi har birimizni salomatligimiz uchun va yashab qolishimiz uchun juda ham muhim. Va bir hududda bu kuchli issiq bo'lishi yoki boshqalar aytishingiz mumkin, bu bir ekologik holat yoki iqlim bilan bog'liq. Yo'q, ko'pchiligiga albatta antropogen omillar ham sababchi bo'lyapti. Shunday ekan, bugungi kunda yurtimizda mana shu muammolarni bartaraf etish borasida qanday ishlar amalga oshirilayotganligi xususida ko'rsatuvimiz asnosida ekspertlarimizdan bilib olamiz va keling hozir Surxondaryo viloyatida kuzatilayotgan chang va qum bo'ronlarini oldini olish maqsadida bugun yurtimizda qanday ishlar amalga oshirilyapti? Shu xususda gaplashar ekanmiz. Albatta ekspertlarimizdan Ulug'bek aka, sizga mana shu savol bilan murojaat qilmoqchiman. Bugungi kunda bilamizki, ko'plab ekologlar Surxondaryoda faoliyat olib borishyapti, jalb etilgan va u yerda yashil belbog'larni, o'sha daraxtlarni ekish borasida katta ishlar amalga oshirilyapti. Bu nimaga yordam beradi? Va Surxondaryoni bugungi va avvalgi holati qanaqa? O'zi nima uchun Surxondaryo? Chunki biz bilamiz, Surxondaryoni o'sha tog'liklari bo'lgani bilan, ammo u yerda shamol, ya'ni quruq shamollarimiz bor. Aynan o'sha quruq shamollar o'sha yerga tuproqning eroziyasiga olib keladigan holat. Va o'sha shamollar oqibatida shu qum-chang bo'ronlarining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun aynan bu tashabbus Surxondaryoda amalga oshirilayotgani ushbu muammoning yechimi yuzasidan, ya'ni tahliliy ishlar, amaliy ishlar olib borilyapti. Ustoz, men sizga Jamila Shermuhammedova professor ustozimizga murojaat qilmoqchiman. O'zingiz vohadansiz, Buxoro ham albatta cho'l hududlari juda ham ko'p bo'lgan va Surxondaryoda ham menimcha bo'lgan. Chunki butun respublika bo'ylab prezentatsiyalar o'tkazasiz. Surxondaryoni juda so'lim go'shalari ko'p. Mana Nargiz opa juda ham yaxshi biladilar, o'sha yurtning farzandi sifatida. Boysun tog'lari haqida ko'pchilik ma'lumotga ega va lekin mana shunday tog'li, mana shunday go'zal go'shasi bor joyda chang to'zonni ko'tarilishi. Siz qanday fikrdasiz? Xo'p, bu qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin kelajakda agar oldi olinmasa? Muhtaram prezidentimiz yashil makon deb bekor o'rtaga tashlamadilar va aynan Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Qoraqalpog'iston, Navoiy zonalarida aynan shamolda kelayotgan zaharli kasalliklarni oldini oladigan daraxtlarni ekish masalasi. Bu haqiqatdan ham kun tartibiga qo'yildi. Shuning uchun bugun Surxondaryo haqiqatdan ham juda ham qirg'oqchilikka uchrayapti, uni tan olish kerak. Suv masalasi, fermerlar qiynalyapti, ekkan ekinlariga suv yetkazib berish olmayapti. Afg'on shamoli. Geografiyani o'qiganmiz. Geografiyada butun olam fizikada kechirasiz. Olam tortish qonuni bor. Demak, yer shari aylanganda shu mamlakatlar sekin-sekin yerlari o'zgarib, o'sha boshqa mamlakatga kelib turadi. Bugun Eron, Afg'oniston shamolining ta'siri aynan Surxondaryo vohasi, mana Qashqadaryo, Buxoroga ham ta'sir qilyapti bu narsalar. Nega? Nima qilish kerak? Demak, yana milliy qadriyatlarimizni xazinasini ko'tarishimiz kerak. Bu demak, har bir mahallada turayotgan insonlar o'zini tomorqasi, orqasi, old, ya'ni yon tomoniga yaxshi daraxtlarni buyruq kutmasdan,
daraxtlar ekish kerak, bu daraxtlarga qarash kerak va ko'pchilik bo'lib bugun shu ekologik xususiyatdagi tabiiy holatga inson omili, inson ongi degan tushuncha bor, tafakkur degan tushuncha va qadriyat degan tushuncha bor. Shuning uchun men o'ylaymanki, hozir muhtaram prezidentimiz Surxondaryo vohasini juda jiddiy oldilar, juda ham jiddiy oldilar va suv omborlarini ko'rib chiqish masalasi ko'rildi va u yerda qo'shimcha o'sha kanallarni tashkil qilish masalasi qo'yildi. Men o'ylaymanki, bu masala mana shu 30-chi o'sha taraqqiyot strategiyasida qo'yilgan 100 ta vazifalardan bittasida aynan Surxondaryo vohasi muhim, chunki imkon boricha mana o'tgan kuni o'sha bitta chiroyli so'zni aytdilar Gruziyada uchrashuvda. Biz bugun butun dunyo xalqlari birlashishimizga to'g'ri keldi. Faqat iqtisodiy masalagina emas, ijtimoiy masala xalqaro maydonda emas, lekin bugun ekologik masalasida biz bir-birimizga yordam berishimiz va har qanday vaziyatda o'sha bo'layotgan voqelikka birgalashib. Demak, bugun Surxondaryo deganda Buxoro tushuniladi. Buxoro, Qashqadaryo, Farg'ona vodiysi tushunadi. Birlashishimiz kerak va bir-birimizga qanot yelka bo'lishimiz kerak. O'ylaymanki, O'zbekiston xalqini qudrati yetadi. Albatta, rahmat aytamiz fikrlar uchun va O'rmon agentligidan kelgan bosh mutaxassislarga ham so'z navbatini bermoqchimiz. Yashil belbog' deyapmiz, bu poytaxtimizda ham amalga oshirilgan loyihalardan biri, ya'ni o'sha sanoat korxonalaridagi zararli tutunlarni ushlab qolish uchun ularning atrofini yashil belbog' bilan qoplash yoki boshqa joylarni. Endi yashil belbog' deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Bu yuqorida ekspertlarimizni ta'kidlab o'tganidek, ekologik muammo bugun paydo bo'lgan muammo emas. Bu cho'llanishning ortishi, havo haroratining ko'tarilishi, Orol tubida va boshqa cho'l hududlarida chang qum bo'ronlarining harakatlanishi va boshqa ekologik muammolar hammasi birlashib bu ekologik global muammo bo'lib chiqadi. Buning asosiy sabablaridan biri mana shu yer yuzida o'rmonlarning keskin qisqarib borishi. Bu iqlimga ta'sir qiladi bevosita. Iqlimga ta'sir qilib, o'rmonlarning keskin qisqarib borishi natijasida cho'llanishning ortishi, havo haroratining ko'tarilishi, chang qum bo'ronlarining ko'tarilishi, harakatlanishi vujudga kelmoqda. Natijada bu yildan yil kuchayib borayotgan narsa. Bu vaziyatni barvaqt anglagan hukumatimiz rahbariyati 2018-yildan boshlab Orol tubida yashil qoplamalar barpo etish tadbirlarini yo'lga qo'yildi. Bu keyinchalik butun respublika bu bilan bitta Orol bilan cheklanmasdan butun respublikada bu narsani amalga oshirish uchun yashil makon umummilliy loyihasi joriy etildi. Yashil belbog', yashil qalqon, yashil devor degan so'zlar, bu atamalar yaqinda bir 4-5 yil atrofida tilimizga kirib kelgan, o'rmon xo'jaligi sohasiga, ekologik sohaga kirib kelgan termin. Oldingi vaqtlarda ihota daraxtzorlari degan termin bilan daraxtlar ekilgan. Qishloq xo'jalik ekinlarining atroflariga, katta avtomobil va temir yo'l bo'ylariga daraxtlar ekilgan. Mana shu har xil shamoldan, garimseldan himoya qilish uchun, har xil zararli organizm himoya qilish uchun ekinlarni mana shunday tadbirlar qo'llangan. Endi bu narsa kengayib shaharlarda, posyolkalarda, hududlarda himoya qilish uchun yashil belbog', yashil qalqon degan atamalar paydo bo'ldi. Bu narsa o'sha shaharlar yoki bir hududlarning ma'lum bir tomonidan, g'arbiy tomon yoki shimoliy tomon asosanda shamol qaysi tomondan harakatchan, garimsal shamollar, chang to'zonlar qaysi tomondan keladigan bo'lsa, o'sha tomonlardan qator qilib, ya'ni palosa qilib daraxt ekish. Zichroq qilib ekiladi, o'shani ushlab qolish uchun. Demak, oddiy daraxt ekishdan farqi shunda. Aynan shu gapingizni o'rinli ta'kidladingiz. Oddiy daraxt ekishdan buning farqi nimada? Oddiy daraxt ekayotgan bo'lsangiz, bog' qiladigan bo'lsangiz 4 metr, 5 metrdan daraxt ekasiz. Bunda esa 3 metr oshib ketsa 4 metrdan daraxt ekiladi. Ya'ni bir-biriga perpendikulyar, ya'ni o'rmonchilik sohasida aytiladi, shaxmat usulida deyiladi. Shunaqa qilib keladi. O'rtadan shamol o'tadigan yo'l qoldirmasdan, masalan, bu yashil belbog'da qatorlab daraxt ekiladi. Bunda qatorlar soni hududning joyidan kelib chiqib, maqsaddan kelib chiqib 5 qator, 10 qator, 50 qator, 100 qator ketaveradi u yog'i chegarasiz. Endi savol tug'iladi, asosan qanday daraxtlar ekilyapti u yerga? Chunki shamolni ushlab qolish uchun baland, ko'proq shox yoya oladigan va kuchli daraxtlar kerak-da. Menim chinorga o'xshagan masalan.
bu mutaxassislar tomonidan o'rganib chiqilib o'sha iqlimga mos, ya'ni Termiz hududida eng baland bo'yli, eng chiroyli, ya'ni qumliq zonaga o'sadigan Eldar qarag'ay degan daraxtimiz bor. Mahalliy tilda archa ham deyiladi. Eldar qarag'ay degan daraxtimiz bor. Buni O'zbekiston bo'yicha Termiz hududida eng barq urib rivojlanib o'sadigan daraxt. Ya'ni bu kecha kunduz qishin yozin bir xil, ya'ni qalinlik, shox-shabbalar to'kilmaydi-da. Bargli daraxtlarda esa chinor yoki zarang yoki shumtol daraxtlarda qishda to'kilib ketib, u yalang'och bo'lib qoladi-da. Qo'pol qilib aytganda, daraxt bargsiz bo'lib qolib, shamol o'tkazib yuboradi. Shuning uchun qishin yozin bir xil daraxt bo'lib turadigan, ya'ni Eldar qarag'ay degan daraxtni ekdik. Ya'ni o'sha joylar qumliq, Amudaryo yaqalab o'sha qumliq joylarda yaxshi o'sadigan xususiyatga ega o'sha daraxt. Tushunarli. O'shaning uchun o'sha daraxtni ekdik. Undan tashqari atrofiga namatak butalarini ekdik. Ya'ni har xil chorva mollari kirib ketmasligi uchun. Undan tashqari o'sha namatak butasining mevasidan kelajakda farmatsevtik mahsulot hisoblanadi. Shu aptekalarimizni mahsulot bilan ta'minlashga xizmat qiladigan bitta usul. Albatta, mana shu muammoni hal qilishda, umuman yurtimizda bugungi kunda yerdan tortib o'simlikkacha hamma muammoni hal qilishda ilmiy nuqtai nazardan yondashilyapti-da. Sizga savol bermoqchiman. Aynan mana shu daraxtning chidamliligi, u tezroq o'sha quruqchilikka moslashib o'sib unishi uchun ham u qaysidir tajribalardan o'tgan bo'lishi kerak. Qaysi davlatning tajribasi o'rganildi yoki bo'lmasam bu bir necha yil sinovdan o'tib endi u yerga joriy qilindimi? O'zi umuman iqlim o'zgarishi respublikamizga keskin ta'sir oshib ketgan. Sababi bu narsa Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Farg'ona vodiysi hattoki qamrab olgan. Asosan Surxondaryoga kiradigan shamollar bu o'sha gidrometdan olingan ma'lumotlarga ko'ra bu afg'on shamollari deyiladi, lekin asosan Kaspiy tomondan harakatlanadi bu shamollar. Ya'ni shimoliy g'arbiy tomondan harakatlanib ikkiga qismga bo'linib ketadi. Shimoliy g'arbiy qismi o'sha Kaspiy bo'yicha, janubiy sharqiy tomondan, ya'ni o'sha Afg'onistonning o'sha Mazori Sharifdagi qum tepaliklarini olib, qumlarni o'sha Termiz shahriga, ya'ni Termizga, hududiga, Surxondaryo viloyatiga nima qiladi? Bunda yuqorida mutaxassislarimiz, ekspertlarimiz yaxshi o'sha baho ta'kidlab o'tishdi. O'zi umuman yashil devor, yashil dunyoda men gapirib o'tmoqchiman. Yashil devor, o'sha yashil qalqon deymiz. Buni o'zi atamasini ham aytdi. O'sha asosan katta-katta yirik shaharlarda o'sha chang to'zonlarni oldini olish bo'yicha yashil qalqonlar deb ataladi atamasida, asosan ilmiy anaqasida. Buni o'sha usullar, har xil usullar bor. Mana shu bevosita 2026-yildagi 135-sonli qarorda, o'sha 31-nimada qabul qilingan Vazirlar Mahkamasining qarori bor. Unda bevosita qaror loyihasida yozishda ishtirok etganmiz, biz ham o'zimiz komissiya ishchi guruhida. Bunda shunaqa narsa qo'yilgandiki, davlatimiz rahbari va o'sha administratsiya tomonidan, nima tomonidan bu muammoni hal etish uchun asosiy o'sha 5 ta vazifa belgilab berilgan. 5 ta vazifani birinchisi bu o'sha Afg'oniston bilan O'zbekiston chegarasi 150 kilometr masofaga jonli devor, ya'ni o'sha yashil devorlarni o'sha hududga mos, ya'ni o'sha qumli hududga mos barpo etish bo'yicha o'sha yuqorida aytgan perpendikular bo'yicha topshiriq bergandi. Qolaversa, u yoqda bundan tashqari Afg'oniston bilan Tojikiston, O'zbekiston postiga kirib kelish 130 kilometr masofa bor. U bo'yicha ham o'sha yo'l yaqasidagi hududlarda o'sha jiyda, o'rik, o'sha hududga mos daraxtlar, ya'ni o'sha chang bo'ronlarni saqlash bo'yicha ham, oldini olish bo'yicha ham shu topshiriqlar berilgan edi. Endi mazkur farmonlarni ijrosiga qaratishimiz kerak. Albatta bu olib borilayotgan ishlar juda ham keng ko'lamli ishlar. Mevasini o'sha vaqtini, o'zini muddatiga qarab beriladi. Sababi bu atmosfera bilan bog'liq jarayon. Ayniqsa o'sha Surxondaryo viloyatidagi chang bo'ronlar ta'sirida atmosfera havosi yetishmovchiligi bo'yicha eng juda ko'p respublikamiz hududi bo'yicha o'sha yurak ishemik kasalliklari bo'yicha. Albatta, shu haqda ham savol bermoqchi edim-da, xalq salomatligiga qanaqa ta'sir qilyapti u yerdagi holat? Yurak ishemik kasalliklari asosiy o'sha kasal turlar nima qilingan? Bunda o'sha ko'rishimiz mumkin, yillik o'sha 2,5% yurak ishemik kasalliklar o'sha Surxondaryo viloyatidagi kasallik asosiy nimasi o'shanda kelib chiqyapti. Ya'ni o'sha iqlimning salbiy ta'siri, ayniqsa havo, atmosfera havosining o'sha buzilish. Yana uni zamonaviy ilmiy bugungi kunda tajribalari olib borilyapti. Xususan mana
dunyoda o'zi chang bo'ronlar bo'yicha bir qancha rivojlangan mamlakatlar kurashib borgan, ya'ni xususan Amerika Qo'shma Shtatlari. Biz ko'proq ko'p o'sha uchrashuvlarda ham aytaman, O'zbekiston iqlimi bu Xitoy Xalq Respublikasi iqlimiga xos iqlim hisoblanadi. Bu atmosfera havosini shu uchun ham biz tajribalarimizni ko'proq o'sha yuqori ilg'or texnologiyalarimizni Xitoy Xalq Respublikasidan olamiz, lekin asosan yuqori katta chang bo'ronlar, shamollar bo'yicha bu Amerika Qo'shma Shtatlari turadi. Qoraqalpoqiston turpog'i bilan qumi Surxondaryo farq qilar ekan. Albatta. Surxondaryoni Buxorodan farq qilar ekan. Demak, o'sha farqli o'laroq o'shanga mos daraxtlarni ekish kerak ekan. Albatta. Qoraqalpog'istonda men o'zim qatnashganman, yulg'un ekkanmiz. Esingizda bor, butun o'sha yoshlar kengashi Alisher rahbarligida 3000 odam borib ekkanmizda. Mana hozir mana 5 yilda ko'tarildi va suv talab qilmas ekan. U yulg'un suvda. O'sha uchun bugun muhtaram prezident bekordan bekorga ta'lim, ilmiy yondash degan so'zlarni jon ko'ydirib aytmayaptilar. Endi Buxoroda ham aynan o'sha afg'on shamoli, Surxondaryoda ham baribir turpoq farq qilar ekan. Demak, men hozir yaqinda Buxoroga borganimda maxsus o'rgandim. Yo'l-yo'lakay, qarang, yulg'un ekishgan. O'sha yulg'un shamolni siz aytganday savol beryapsiz, qaysi kasalliklarni oldini oladi, odamning sog'ligi bilan bog'langan. Demak, bugun 3 ta o'sha rakurs katta yordam beryapti. Har bir joyda o'zini moslashgan daraxtlarni ekish va u daraxtlardan tez xabar olib turish. Nega deganda mana Bektemirda muhtaram prezidentimiz boshligida juda katta bog' yaratildi. Nega? Toshkentga ham keldi bu shamol. Qaysidir ma'noda poytaxtimizdagi havo haroratini o'zgarganini, tez yomg'ir yog'ayotganini ham ko'ryapmiz, xursand qilyapti bizni. Lekin uni parvarishi uzoq yillar va ko'plab mehnat talab etadi, o'zingiz aytganingizdek. 45 gektarga, demak, bugun yashil belbog' qilingan ekan, uncha daraxtni o'zini sug'orishi o'zi bo'lmaydi. Bu vazifa kimga yuklatildi va nazorati kimda? Bu o'sha yuqorida aytilgandek, cho'llanishga qarshi kurashish, o'rmon xo'jaligi, o'rmon hududida joylashgan bo'lsa, o'rmon xo'jaligi agentligiga, ekologiya qo'mitasiga hamda agar shu o'rmon hududidan tashqari bo'ladigan bo'lsa, hokimliklarga yuklatildi bu masala. Chunki qarangda, biz yana Surxondaryoga qaytamiz deb gapiryapmiz. Biz ilgarigi ko'rsatuvlarda asosan tizimli masalalarni ko'rardik. Ya'ni chiqarilayotgan qaror, farmonlar, ko'tarilayotgan masalalar sohaga oid edi. Endi biz lokallashdik, ya'ni o'sha hududma-hududga o'tishni boshladik. Demak, o'sha biz ko'p soha yo'nalishlari bo'yicha masalalarga yetarli darajada qaror, farmonlarimiz, qonunlarimiz tatbiq qilindi. Faqat masala boyagi vijdonli ijrochilarda qolgan xolos. To'g'ri. Ijrosini ta'minlash kerak. Albatta. Endi biz lokalga o'tyapmizki, ya'ni biz bugun endi o'sha har bitta hududlarga o'tib boramiz va bora biz mahalla va xonadonlarga ham kirib boramiz. Bu albatta o'sha unikal yechim, ya'ni mukammal yechim sifatida qaralish kerak siyosiy yondashuv jihatdan. Endi Surxondaryoda o'zi bu faqat yashil belbog'lari emas, bu qaror farmoni ichida, ya'ni qaror ichida. Bu yerda ya'ni o'sha to'plangan daryolarning yuqori qismlarida ya'ni sun'iy yomg'irlarni tashkil qilish, sun'iy muzliklarni tashkil qilish vazifasi ham yuklatilgan. Chunki bilamizki, bugun O'zbekistonda ham muzliklar, zaxira suvlarimiz erib boryapti, kamayib boryapti, shakllanish 20% dan kamayib borgan. Shu sababli bizda aynan sun'iy shaklda shakllantirish ushbu boyagi sug'orish muammolarining bir qator yechimi sifatida qaralyapti. Undan tashqari boyagi suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish. Sizga savolim bor, aynan bugun daraxtlar ekilyapti va bu daraxtlarning o'sishi bor, unishi bor. Qaysidir biri albatta ko'karib ketadi, qaysidir biri albatta qurishi mumkin. Chunki 100 ta daraxt eksa, bu 100 tasi ko'karadigan fikr noto'g'ri. Buni sizlar ham mana shu soha vakili sifatida yaxshi bilasizlar. Necha yilda bu o'zini samarasini va natijasini beradi? To'g'ri aytyapsiz, daraxtlar bir ekishda ko'karishsa qiyin. Endi bir mehr berib tarbiyalasa, bu bitta daraxt imkoni bo'ladi. Endi bu katta maydonlarda bu imkonsiz narsa. Shuning uchun bu imkoni boricha bu o'z mevasini ko'rish uchun daraxt kamida 7-8 yil kerak bo'ladi. Shu jihatdan bu asosan bu sug'oriladigan
hududlarga tegishli. Endi bu bundan tashqari Surxondaryoning cho'l hududlarida ham qumlarni ushlab qolish maqsadida yashil qoplamalar, himoya o'rmonzorlari barpo etilmoqda. Bu mana yuqorida ta'kidlab o'tilgan Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan 2030-yilgacha 10,000 gektar maydonda yashil qoplamali himoya o'rmonzorlari barpo etish belgilangan. Joriy yilning o'zida 550 gektar maydonda himoya o'rmonzorlari barpo etildi va kuz mavsumida ham ekish ishlari tashkil etiladi. Albatta qonunlar chiqyapti, farmon, qarorlar, bularni barchasi qog'ozda qolib ketishi kerak emas. Ijrosini ta'minlash kerak. Bugun ijrosini ta'minlashda har bir soha vakillari o'zlariga tegishli bo'lgan vazifani sidqidildan bajarishyapti. Xalqimiz qanday yordam berishi mumkin bu borada? Chunki bu 4-5 ta mutaxassis bilan hal bo'ladigan muammo emasda. Ekologiya bu juda katta muammo. Uni sofligi, uni tozaligi har birimizga muhim. Mana aytayaptilar, Surxondaryoda o'sha yurak ishemik kasalliklari eng ko'p uchraydigan hudud sifatida aytilyapti va bu katta muammo, chunki dunyoda ham eng ko'p insonlarning vafot etishi aynan mana shu kasallik orqasidan kelib chiqadi. Demak, bu qaysi ma'noda fojia. Xo'p, insonlardan nima talab etiladi? Jamoatchilikka bu narsani yana qanday yetkazish, qanday targ'ibot ishlarini amalga oshirish kerak? Asosan bu bo'yicha har bitta, misol Toshkent shahrini oladigan bo'lsak, 12 ta tumanida keng jamoatchilik asosida bizda O'zbekiston Ekologik partiyasi mutasaddi tashkilotlar bilan har bitta mahallada, maktablarda, katta-katta universitetlarda o'zini targ'ibot tadbirlarini o'tkazib kelyapmiz. Oddiy misol o'sha yosh avloddan boshlanadi deydi bu narsa. To'g'ri. O'sha mahallalarda, bog'chaga borganda o'sha bolalarni yana ham o'sha tabiatga bo'lgan mehrini orttirish maqsadida o'sha ekologik tadbirlar umuman o'zini qamrab olgan holda o'z ko'zi bilan o'sha yosh bolalarimiz tabiatga qiziqishini hisobga olib, o'zlari bilan daraxt ekish katta-katta aksiyalarni tashkil etib kelyapmiz. Yana bitta joyini alohida ta'kidlab qo'yish kerak. Bu hattoki o'sha biz jahon tajribasidan ko'plab amaliyotlarni, tajribalarni olgan bo'lsak, lekin bugun bitta narsa tan olib ikkita qo'lni ko'tarib aytamizki, bugun prezidentimiz tomonidan cho'l iqtisodiyoti degan narsani tatbiq qildilar. Bu juda ham bu to'g'ri yondashuv deb o'ylayman, oqilona foydalanish. Chunki biz o'sha yuqorida aytilgandek Orol muammosi milliy platformadan xalqaro platformaga o'tkazilganda ham ushbu muammoni yechimini ko'rilmagandi va biz yashil o'sha qoplama bilan, ya'ni shu cho'l, ya'ni shu orolni, qumlarni ushlab qoldik yashil qoplama bilan. Iqtisodiy jihatdan ham, umuman davlat kelajagi uchun ham, islohot uchun ham foydalanish mumkinligini, ya'ni prezidentimiz ko'tarib o'tdilar. Yana bir bor barchaga rahmat va bugun ko'rsatuvimizni noan'anaviy tarzda yakunlash maqsadida surxondaryolik xonanda, elimiz suygan ijodkor Nargiza Azimovani taklif etganmiz. Garchi ular bugun ko'rsatuvimizda bir so'z demagan bo'lsalar ham qo'shiqlari orqali mana shu so'zlarni izhor etish istagilar. Demak, bugun Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousiga iste'dodli ijodkor Nargiza Azimovani go'zal taronalari bilan yakun yasaymiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'ling. Sensiz qayt men kimman, hechmasman. Boshimda ro'molim chechmasman. Surxonim men sendan kechmasman. Otama yenamas surxonim. Boshimda qirmizi ro'molim, sochimda chamalak tumorim. Yo'limda intizor diyorim. Otama yenamas surxonim. Otama yenamas surxonim. Qizingman men emas surxonim. Boshimda ro'molim chechmasman. Surxonim men sendan kechmasman. Gul desa guldayin tarzim bor. Bilarman aytarga arzing bor. Oldingda usalmas tarzim bor. Otama yenamas surxonim. Qatarda o'rtalash norimsan. Qanoti qayrilmas sorimsan. Borimsan, korimsan, zorimsan. Otama yenamas surxonim. Otama yenamas surxonim.
Qizingman men emas Subhanim. Boshimda ro'molim shishmas mana. Subhanim men sendan kechmas mana. Otama yenama Subhanim. Qizing